Yaxşımısızlar, səhər ekranımızın əziz iştirakçıları. Bugünkü alaydı sanımızda görüşünlerini qarşılamız. Səhər ekranımızın hər bir sanı için qollab kelavatqan barlıq qarğanç dostlarga cümleden 518 Naq Meydan Naqşı Muzikалық klubuga yeni bir qitim alaydı rahmetimizi etimiz. Xoş, bugünkü alaydı sanımız aldı bilen huzurunlarda bolsun. Merhamet. Arpa buğday vay samanını vay salkınar idi laylay Vay bir tuqqan qarindaşni Vay ölmar idi
Xo'sh, mana hayajonli minutlar. Səhər ekranımızdakı barlıq xadimlar bugün acayip hayajanda. Bayatımız anlayan Dolan muqamının icraçısı Fatugül muallim qarshi olamiz. Salam ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlar. Sahar ekrani programmasi orqali har qaysinglar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Do'lan qizi Fatgul xonimdan hammanglarga o'ttiq salom. Rahmat. Salomingizni ilik oldik hamsa. Oldi bilan Fatugül muallim bilan Fatgul xonim davrayli Qashqacha. Fatgul xonim bilan biz mana o'tgan yili paranglashgandik ha. O'tgan yil chiroyli bir Dolan muqamidan o'zgartib ishlangan yerlik ahang ha. Yerlik ahangı. Şunu bir akkordlashtirish xizmat bilan bo'lib qoldik. Shu jarayonda men bu ahangni ishlash jarayonida bu muallim bilan paranglashdik, sirdashdik, telefonda, undidarda mushu naqsh to'g'riliq bakchiq paranglash fikrlashgandan keyin men bu Fatgul muallimninki o'zining kasbiga intayin astoydil muomala qiladigan kuyimchan bog'van ekanligini haqiqatan his qildim. Makitnaylik kasbi to'liq o'tirdi muallim ha? Makitnaylik kasbi o'tir texnikum maktabdaymiz. Naqsh dars beremsiz yoki? Muqam dars o'timi bizningki makitnaylik kasbi o'tir texnikum maktabda shu Dolan muqam varislarini tarbiyalash kasbi sinfi bor. Men shu sinfga yetakchi o'qituvchi bo'lib Dolan muqam dars o'timi. İsimni qilishcha burun makitnaylik naqsh usul o'miga deytimiz ha? Yo'q, men azaldan o'qituvchi, musiqa o'qituvchisi. Ems men nurg'un ko'raklarda sizni uchratdim shu makitnaylik naqsh usul o'miga dik artistlar bilan birga bir necha qatim ko'rib qolgan bilan. Har qaysi yuqori darajalik rahbarlar meninki shu kasbiy amaliyatimga qoyil muqanda shunda bir yaxshi fursatlar, yaxshi sanlar, yaxshi faoliyatlar bo'lsa, ular bir taklif qilib shu faoliyatga qatnashtirdim. Menmo shuningdek intayin xushhalman. Chunki e'tirof qilinib bir odamninki bir ko'nglida siz yaxshi qila olayotgansiz maykilingma faoliyatga qatnashing deganning o'zi men uchun bir yaxshi fursat, yaxshi natija deb o'ylayman. Shunga men ko'p qatim shu bizningki muqam ustozlari bilan birlikda Maylik san'at o'makninki artistlar bilan birlikda nurg'un qatim sahnalarda birga bo'lgan. Shunga ko'p kishilar meni siz burun san'at o'makda ishlayotgansiz shundan deb so'raydi. Men boshda o'ylabdi ben. Xonim bayat hikoyangizni bir qur anglab oldik. Endi oldi bilan shu siz aytgan shu Laylaygo ismi. Laylay. Hamon naqsim deymiz, Laylayim deymiz. Shu naqsh to'g'riliq bir fikrlashib olaylik. Bu naqshni men akkordlashtirgan jarayonda o'zimni aytdi hayajon bilan jürkemni berib turib çalgılaştırdım. Endi Dolan muqamlarının kiço dese timpişekli her xil. Mesela en ahir kısmı nimde emas? Serilma kısmı. Serilma kısmınınki udar nusxası ne? Şu müzik akkordlaştırıvatkan, körevatkan ustazda olsa biladi. Ama kompüternınki udar çıkırış altı bilen nahmeydan çalıngan udar çıkırış altı birikmeye kalıdı iken. Çünkü anınki azırak sekti düşüdü gayri var. Keyinigi tartip düşüdü. Dum. Aşağılat bunu kompüter satsak çoğduysa bunu qilib qisab qo'yib dum qilib tizib qo'ydi. Shunga men aşağı kelgan chog'da shu nahmaydan chilingan dopning udarini asos qilib turibroq tartdik. Yana shundadimi yana kompüterning o'zininki olti kerak tartilib ketib qoldi retlagan chog'da. Shunga men mujjariyanda oldi bilan o'zimning shu san'at hayotimda, müzik ijodiyat hayotimda Dolan muqamidan iborat shu buyuk bir asarni tunji qatim çalgılaştırışım mumkin. Şoň men muşu eserini çalgılaştırganlygymda özemi xursandman. Ben birge muşu bir hikayesi var. Seriktirip koydum dep oylayman özemi hijil. Nemişqa endi men bir ustoz boluşupdum bilen bir mükemmel bolsun. Bu çünki Dolan halkyga vekillik kıldygan bir eser boğaçqa bir mükemmel bolsun. Hem de oyan beyan taraplarını bir tüzütüp gitdiler dep. Şoňa sizge mo emdi uşak talaplanacakrak dep kaldım özemi hijilmen. Çünki eser yaxşı çıksa hemmimizge yaxşı. Çünki bu naqşini emdi meniki ustazım Rehim Qadir rahmetlik ustaz tugep ketip kaldı. Şu ustazım maňa şu qulamny tutup olturup balam. Sen bir kız bala bolsaň şunçilik bir jürütiň ba, jürkiň ba. Sen muş Dolan muqamyny bek yaxşı ögendiň. Menen saňa bir tapşyrygym. Muşu Dolan halkynyňki muşu qadimi an'anawi naqşy bir öçep ketmegen bolsa, unutulup kalmagan bolsa, muşunu bir çokum yaxşı ögünüp bir saklap kalgan bolsaň dep maňa şu tapşyrykny bergen. Şonuň bilen men şu ustaznyňki maňa şu ögütüp olturup şu asli anda bolat dep bir kança elemme aytkan boldy ýa, lekin ança munça ustazmy razy bolmagan, özüniňki maýal özgürüp kaldy. Hamya toluq bolmay kaldy, meniň koňlum ýerim boldy. Bu bir asli boýunça saklanyş togry boldy dep
İşte dedi şunu olam ben taxiymi bir inçkilik bilen aşı rahmetlik ustaznınki bir tapşırığını urulay degan maqsadda Pek Şoň yaxşı oldu. bu nakşini urulap çıktım. To'g'ri, şu çalgılaştırış jarayonidami, şu zamonaviy musiqalarnimi ikimiz fikrlashib turib, shuni qo'shdik. Buningdagi maqsad chu desa, qadimiylik bilan madaniylik, ya'ni Zamanaviylikni birleştirip ilg'or madaniyatning bir berkib ketsin deb qildik. Balkim anglaganlar ba'zilar deyishi mumkin, "Ey, mush muqamda shu aslat bo'yicha o'rindizcha" deb o'ylash mumkin. Yana ba'zilar chu desa, "Ey, ma zamonaviy musiqalarni qo'shyapmi, yaxshi qilibdi" deyishi mumkin. deyish mumkin. Hem de her adamninki o'ylaydigan har xil bo'ldi ekan. To'g'ri, Biz endi bir cho'nglag'im yaqadigan, yoshlarım yaqadigan, Universallik universallikni asos qilsak, hamda hozirgi dövlətimiz müştə yaxşı tərəqqi qılıbatıdı. Turmuşlarımız müştə bayasha. To'g'ri. Yoshlarninki sharoiti burunqidan taximo kundan kunga yaxshi. Bunda bo'layotgan sharoitda bir hammaga yuzlantirish maqsadida şunu sizga men shu zamonaviylik tarkibmi bo'lsin, qadimiylikni birlashtirildi deb shu talabni qo'ydim. Siz buni to'g'ri topdingiz. Shuningla oxiri bu asarni bir bitirib chiqargan bo'ldik. Men bu sanada o'rinlab etib shunda hayajon ichida Rahmat. o'rinladim. Chunki mening qiliqi biz yordamga chaqirgan muzikantlarimizmi endi zamonaviy muzikadagi. Bizning mush diyorimizda g'ulluq muzika atroflarida xizmat qilayotgan yaxshi muzikantlarimizni chaqirdik. Shular chelish jarayonida xil qiynalgan bo'ldi. Lekin bu bizga bir qitimliq bir fursat bo'ldi. Xo'sh, shunda bo'lsa, naqshingiz to'g'riliq nayt yaxshi paranglashib oldik. Biz shu Fatgul xonim bilan nayt yaxshi paranglashyapmiz. Bir iltimosimiz bor. Bu meninglam iltimosim emas. Sahar programmamizni, sahar ekranimizning programmalarini ko'rib, yoqtirib kelayotgan do'stlarimizninki iltijos desakim bo'ladi. Biz ayni vaqtda bizning kichik sahanda Fatgul xonimni oddiylik qilib shu ovoz jarayonida tortib Echqiplam xonim bir muqam aytib biringchi deb bir ko'rinish ilib olgandik. Bu ko'rinishninki ko'rilishi nayt yuqurib ketgandi. Şunu bugün bana bir fırsat kelib qapti. Mümkün bo'lib qolsa, shu ariyani yana kichik bir ijro qilib bergan bo'lsangiz degan orzuyimiz bor. Ma'qul. Bugün akşam yarım seni düşüp canım içimde bir mınglavat bacan. Vay içimde bir bulup yarım kışınga bir aderdim. Vay kışınga bir vay netçi bağım bacınıma. Hey, rahmat. Men hozir xiyolga ketibman. Rahmat. Xonim, sizninki mush kasbiy hayotingizning texmi uzun bo'lishini, kasbingizninki, o'zingizninki inovatingizninki darajangizning ömrünüzün uzun bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Sahar ekranimizga barliq xodimlar jumladan sahar ekranimizning har bir son programmamizni izchil zerikmay ko'rib berayotgan barcha ko'rmanlarga vakolatan teningizning salomat bo'lishini umid qilamiz. Shuning bilan birga mushu bizning keynimiz bo'lib qoldi hamda keynimizda o'ltirayotgan bizning tavarruklarimiz mushu ustozlarimizning teninglarning salomat bo'lishini, umringlarning uzun bo'lishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Ahırda men bir ig'iz şu ekran orqali yurak so'zimni deyapsam, oldi bilan meni shundaq cho'ng sahnalarga chiqishga yetaklab, meningki bilmaganimni bildirib, ko'zlarimni yo'rtib, shunda bir sahnada chaqnashimga fursat yaratib bergan shu ustozlarimga rahmatimni bildirman. Rahmat sizlarga. Uningdan boshqa yana shu oilada meni har vaqt qo'llab, g'ayrat qiling bolam, biz bolalaringizni biz boqamiz. Xatirjam mengivring, xatirjam bering, xatirjam qiling deb ikki cho'ng uydagi cho'nglarninki yaxshi qo'llashi, yo'ldishimninki bolalarga men xatirjam xizmatingizni qiling deb meni shunday qo'llash orqasida hozirgidek natijalar menga bo'ldi deb o'ylayman. Shunga shu sahna orqali ustozlarga jumladan yuqori darajalik meni qo'llab aktiv oldida yeteklab mengayotgan har darajalik rahbarlarga, ota-ana, qaynotam, yo'ldishim, hammalarga chin yuragimdan rahmatimni bildirman. Rahmat sizlarga. Voy, mana haqiqiy ziyorat deymiz. Chunki shu nurg'un programmalarni ishlayapmiz. Muhim yerni unutilib qoladi. O'zining rahmat deyish tegishli bo'lgan yiqi yo'riqlarni unutib qoladi. Bugun Fatgul xonim bilan paranglashib biz ichilib qoldik.
Nemişki degende aldı bilen sizin avazınız bizin söyündügen bolsa, yana bir kiço təvərik ustazlarımız sizni alaydı qollap, mana siz hürmet taxta elip kepsiz. Biz mo bek xursand bolduq. Ustazlarım bilen şundaq bir sahnede billa bula alğanımdan men şunçilik özümni bek baxtlik, bek faxrlik his qildim. To'g'ri. Mana baxt degan shu. Xo'sh, yana deymiz, tininiz salomat bo'lsin, xizmatingiz natijelik bo'lsin. Rahmat. Ama yan davamlıq səhər ekran arqılı sizin yardımınızda kang dostlarga dolanның güzel avazını yetkizishni yana o'ylayaptım. Davamlıq tirishim. Mana izchil qarshi olamiz. Xo'sh ko'rman do'stlar. Bugungi sanimiz nihoyat ko'ngillik, nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi. Kelerki sanda görüşeyle deyişke hazır jürikimiz unumavatıdı. Bugün bek güzel minutlar oldu. Biz mümkün bolsa yani bir iki meydan, bir iki dolan mukamının ağrıyanı biz naq meydanda avaz ile bilip programımızın ahırda sizlerge sunumuz. Hayır hoş, aman bolunlar.